Ho'p. Demak, kimdir qandaydir savol bilan murojaat qilayotgan edi. Zoom vaqti tugab qoldi. Marhamat, o'sha savolni eshitmoqchi edim. Kimdadir qandaydir fikr bilan qolib ketdi, eshitolmay qoldim. Marhamat, savolingizni berishingiz mumkin. Savolingiz yo'qmi, hurmatli talabalar? Qandaydir savol bilan darsimiz yakunlanib qolgan edi. Zoomning vaqti tugaganligi uchun. Savollar bo'lmasa, demak, ma'ruza jarayonimizni davom ettiramiz. Demak, jurnalistlik faoliyat haqida fikrimizni boshlagan edik. Jurnalist shaxsi, kasb emas, u pozitsiya ekanligi haqida. Ana endi axborot bilan ishlash va faktlarni qayta sinovdan o'tkazish, ya'ni axborot bilan ishlash bu nima? Faktni qayta sinovdan o'tkazish san'ati degan tushuncha bor jurnalistikada. Shunchaki axborot bilan ishlamaysiz. Siz uni faktni qaytadan sinab ko'rasiz, sinovdan o'tkazib ko'rasiz. Har bir yangilikning orqasida albatta savol turadi. Birinchi beradigan savolimiz rostmi degan. Bu rostmi degan savolni qo'yasiz, to'g'rimi? Shu bois jurnalistning birinchi qoidasi faktni isbotlashsiz e'lon qilma degan qoida bu. Faktni oldingmi, isbotini topmaganmi, demak uni e'lon qilishga shoshilmasligimiz kerak. Bizda esa e'tibor qaratadigan bo'lsak, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda bo'ladimi, YouTube'da bo'ladimi, o'sha bizni sotsial mediada bo'ladimi, ya'ni fakt topdimi, yolg'onmi u, boshqami u, aybmi u, e'tibor qaratilmaydi, e'lon qilib yuborilaveradi. Lekin axborotlashtirish to'g'risidagi qonunga ko'ra, demak, shaxsga doir bo'lgan ma'lumotlarni uning ruxsatisiz nima qilmaslik, e'lon qilish mumkin emas. Qonun bilan me'yoriy tartibda javobgarlikka, ma'muriy, kerak bo'lsa, jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin. Demak, jurnalistning birinchi qoidasi har doim faktni isbotlanmagan holatda e'lon qilma. Demak, manbalar bilan ishlashda 3 ta asosiy mezon bor. Manbalar bilan ishlashda, demak, ya'ni faktni qanday qilib olishimiz kerak? Manbalarni qanday o'rganishimiz kerak? Birinchisi, ishonchlilik. Manbaning mavqei, tajribasi va tiliga e'tibor qaratishimiz kerak. Ya'ni ishonchli manbadan biz faktlarni qabul qilishimiz kerak. Ijtimoiy tarmoqda aylanayotgan qayerga ma'lumotlarning borishi, qayerga kelib chiqishi noma'lum bo'lgan faktlarni biz ommaviy axborot vositalarida e'lon qilishga haqqimiz bo'lmaydi. Ikkinchisi, mustaqillik. Manfaat to'qnashuvi yo'q ekanligiga e'tibor qaratishingiz kerak faktni olayotgan paytingizda. Bilamiz, hozirgi zamonda manfaatlar to'qnashuvi judayam kuchayib ketgan. a, Demak, uyushtirilgan feyk xabarlar butun nima deydi, jamiyatni qurshab olgan. Uyushtirilgan. Ya'niki, manfaat to'qnashuvi yo'qligiga e'tibor qaratishimiz kerak. Kimningdir ustidan shantaj qilinyaptimi? Ha, ahvolimiz o'rtasida yoki umuman jamiyatda kuzatilayotgan hodisalar bular. Uchinchisi, tekshiruvchanlik bo'lishi kerak. Ma'lumotni boshqa manbalar bilan ham albatta solishtirishingiz shart. Bugun buni biz nima deymiz? Fact checking deymiz jurnalistikada. Eng muhim ko'nikmalardan biri. Demak, manbalar birlamchi manba, ikkilamchi manba va oraliqdagi manbalar turiga bo'linadi. Birlamchi manba nima degani? Masalan, Turkiyada bir voqea hodisa sodir bo'ldi deylik. Turkiyadagi voqea hodisa uchun birlamchi manba bu Turkiya ommaviy axborot vositalarida e'lon qilingan manbalar. Ya'ni o'sha yerdagi Turkiyada e'lon qilingan manbalar. Hurmatli talabalar, ovozim yoki ekran ko'rinishi sizlarga yaxshi ko'rinyaptimi? Kimdir kira olmayapman deyapti mana. Hamma necha kishi kirgan hozir? Bormi talabalar? Bor, dars jarayoni davom etyaptimi menimcha? Hurmatli talabalar, kirishda Ha, muammo ustoz ko'rinyapti. yaxshi. Demak, Telegram guruhida kimdir
kirmayapti degan e'tiroz bilan murojaat etyapti. Dars jarayonimiz davom etyapti. O'zida internet ishlamagan bo'lsa ham kirmaydi ustoz. Mumkin. Xo'p, biz davom etamiz. Fact checking, masalan, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarni jurnalist vizual tahlil qila olishi, meta ma'lumot tekshiruvini amalga oshirishi, rasmni orqadan qidirish, ya'ni receive search degan tuzilmalar bor. Tasdiqlaydi yoki inkor etish kerak ularni. Demak, internetni tekshiring. Xo'p, keyingisiga e'tibor qaratamiz. Intervyu haqida gaplashamiz. Demak, bular intervyu yoki boshqalar bular e'tibor qaratadigan bo'lsak, keng tushunchalar emas hali. Biz bu fanimiz, jurnalistika va ommaviy kommunikatsiya asoslari barcha sohalarga oid bo'lgan dastlabki nazariyalarni beradi. Demak, intervyu haqidagi ilk tushunchalar. Intervyu bu jurnalistning asosiy laboratoriyasi hisoblanadi. O'zlar masalan kimlardir intervyu olib ko'rgan bo'lishi mumkin, suhbat o'tkazgan, kontent tayyorlagan bo'lishi mumkin va bular bu hodisani juda ham yaxshi biladi. Intervyu bu shunchaki suhbat emas. Demak, ya'ni boshqa soha vakillari uchun intervyu bu suhbat deyilsa-da, lekin jurnalist uchun bu axborot olish jarayonidir. Asosiy axborot olish manbasi intervyu. Yaxshi intervyu tayyorlashda jurnalist mavzuni oldin chuqur o'rgangan bo'lishi kerak. Istalgan holatda mavzuyingizni yaxshi o'rgansangiz, respondentga, ya'ni suhbatga kelgan kishi bilan bemalol suhbatlasha olasiz, o'z o'rnida kerakli savollarni bera olasiz. Birinchi, mavzuni chuqur o'rgangan bo'lish shart. Ikkinchidan, suhbatdosh haqida ma'lumotga ega bo'lishingiz kerak. Ya'ni siz oldin o'rganib chiqishingiz kerak. Kim bilan suhbat quryapsiz? Uni mavqei qanday? Jamiyatda tutgan o'rni qanday? Nimalarga qiziqadi? Nimalar siz, demak, bizlarda intervyu degan tushunchada ustozimiz Nazira Qurbon aytgandilarki, intervyu olyapsanmi, suhbatlashyapsanmi? O'sha jarayonda hamma bilgan savolni berma. Hamma bilgan savolni beradigan bo'lsang, ya'ni javobini hamma biladigan bo'lsa, u savol, sen tayyorlagan u kontent o'zingdan boshqa hech kimga qiziq emas. Masalan, kelinki oddiygina bitta misol qilib, shou biznes olamidagi vakil bilan yoki mana Ulug'bek Qodirov, Farruh Soipovlar yoki Alisher Uzoqovlar bilan sizga intervyu tayyorlash topshirildi. Alisher Uzoqov haqidagi uni avtobiografiyasi, qaysi kino bilan tanilgan ekanligi, eng yaxshi ko'rgan roli, ha, yoki bunday savollar berish bu nisbatan to'g'ri tushuncha emas. Ya'ni kinoga qanday kirib kelgansiz? Asosiy qiziqishingiz nimada? Yo'q, bunday savollar endi berilmaydi, chunki Alisher Uzoqovni butun O'zbekiston tanib bo'ldi. Qanday kirib kelgan, qaysi kino bilan kirib kelgan, uni hamma biladi va u haqida nima internetda shunday qidirsa bemalol ma'lumot kelib keladi. Ya'ni sizga Alisher Uzoqovni boshqalar bilmaydigan jihatlarini o'rganib, ana ular haqida suhbatlashishingiz kerak. Masalan, Alisher Uzoqovni biz faqat aktyor sifatida bilamiz. Misol uchun aytyapman. Lekin boshqa jarayonlarda u qanday inson? Ana bu jihatlarga e'tibor berishingiz talab etiladi. Yoki shou biznes olam biladimi? Istalgan. Demak, birinchi navbatda mavzuni yaxshi va chuqur o'rgangan bo'lishingiz kerak bo'ladi. Keyin suhbatdosh haqida albatta ma'lumotga ega bo'lishingiz kerak. Hamma bilgan narsani gapirmasligingiz kerak. Keyingisi, savollarni mantiqiy va zanjirli holatda joylashtirishingiz kerak. Savol tuzgan paytingizda, demak, taxminiy javob o'zingizda bo'lishi kerak. Taxminiy javob bo'lgandan keyin, ya'ni 2 ta 3 ta javob. Ana bunday javob bersa,
keyin bu savolni beraman. Mabodo mana bunday savol bersa, keyin bu savolni beraman. Savolga javob berishdan qochyaptimi, tortinyaptimi? Ikkilamchi savollar bilan yana o'sha jarayonga qaytib olib borishingiz kerak bo'ladi. Ana bu zanjirli, mantiqiy zanjirli tuzilgan savollar. Ya'ni bitta asosiy savol bo'ladi va unga yana yondosh savollar bo'ladi. Taxminiy javob o'zingiz tayyorlaysiz. Birinchi taxminiy javob, undan keyin beriladigan savol. Ikkinchi taxminiy javob, undan keyin beriladigan savol. Javob berishdan qochyaptimi? Bitta chalg'ituvchi savol berib, yana uchinchi savol bilan o'sha ochilmay qolgan jarayonga, mavzuga uni qaytarishingiz kerak. Mana shunday qilib axborot shakllantiriladi. Amaliy jihatdan qaraydigan bo'lsak, har bir intervyuni birinchi navbatda nima uchun bu odam bilan suhbat qilyapman degan savoldan boshlang. Ya'ni shu odam bilan suhbat qilsam jamiyatga nima beradi? Auditoriyaga nima beradi degan savol o'rtaga qo'yishingiz kerak. Sizni savollaringiz berayotgan savollaringiz ko'p ma'lumot beradi. Odamlarda fikr uyg'otadi degan mezonga javob berish kerak. Ya'ni ana shu ko'rsatuvni men ko'rdim, ana shuncha ma'lumotga ega bo'ldim. Oldin mani fikrim mana bu sohada bunday edi. Ana bu ko'rsatuvni ko'rgandan keyin, ana bu maqolani o'qiganimdan keyin, ana bu intervyuni yoki ana bu radio eshittirishni eshitgandan so'ng mani fikrlarim butunlay o'zgardi degan xulosaga kelish kerak auditoriyangiz. Shundagina siz intervyu o'zini maqsadiga erishgan bo'ladi. Yangilik yozish, demak, intervyu bo'yicha tushunarli bo'lgan bo'lsa, yangilik yozish bu san'at. Yangilik yozish bu san'at. Bu o'zida qisqalikni, aniqlikni va maqsadni qo'ygan bo'lishi kerak. Demak, yangilik e'tibor qaratamiz. Yangilik nima? Bu bitta gapni bir necha so'zda aytish. Demak, yangilik degan tushunchaga juda ko'plab ta'riflar bor. Jurnalistika nazariyasida yangilik nima degan savolga judayam ko'plab ta'riflar aytilgan. Shulardan eng mashhurlarini aytadigan bo'lsam, yangilik bu endi sodir bo'lgan voqea hodisa yoki oldindan sodir bo'lgan bo'lib, jamiyatga endi ma'lum bo'lyapti. Yoki siz bilan biz uni endi ko'ryapmiz. Masalan, oddiygina mana haqiqatdan endi sodir bo'lgan voqea bu narsa endi bugun ayni damda sodir bo'ldi. Bu yangilik. Xo'p, uni ikkinchi tomoniga e'tibor qaratamiz. Oldin mavjud bo'lgan, asrlar davomida mavjud bo'lgan. Faqat uni biz endi bilyapmiz. Masalan, bitta misol mana Kogon shahrini hammangiz bilasiz. Kogon shahrida demak, o'sha vokzalni, Kogon vokzalini oldida Buxoro amirining nimasi bor? Ya'ni general gubernatorni yordamchisi turgan o'sha imorati bor. Ya'ni yozgi saroyi mavjud. Buxoro amirining saroyi mavjud. O'sha saroyni ostida yerto'lalar topildi. Bu ham biz uchun yangilik. Lekin u necha asrdan beri o'sha yerda edi. Demak, birinchi yangilik endi sodir bo'lgan voqea, hodisa. Yangilik ikkinchi tarafi esa oldindan mavjud bo'lib, bizga endi ma'lum bo'lgan hodisalar ham yangilik sifatida kiritiladi. Xabar degan tushuncha bu. Xabar boshqa narsa, yangilik boshqa narsa. Bizlarda ikkalasini ham bitta degan ta'rif beruvchilar ham bor. Yangilik ham, xabar ham bir narsa degan fikrlar ham yo'q emas. Lekin yangilik aytib o'tdim. Xabar esa nima? Xabar makon va zamonga aloqador bo'lmaydi xabar. Xabar bu yetkazilishi shart bo'lgan fikrdir. Qachon sodir bo'lgan? Ahamiyati yo'q. Uni ommaga yetkazish shartmi? Bu xabar deyiladi. Ya'niki shunday xabarlar bor, siz bilan biz uni bilamiz. Lekin bizga uni yana yetkazish shart. Ana shunaqangi fikrlar bu xabar deyiladi. Demak, jurnalistik xabarning oltin qoidasi 5W demak 1H deydi. Demak, bu bizlarda boshqacha qilib aytganda 6 ta boqiy savol. Who, kim, what, qanday, when, where, qayerda, why, nima uchun, how, kimga. Demak, bularni barchasi birodarlar
beshta W va bitta hashdan iborat. Ya'ni o'zbek tilida bu 6 boqiy savol. Kim, nima, qachon, qayerda degan 6 ta boqiy savolga javob bersa, bu demak xabar bo'la oladi degan nazariy tushunchalarimiz mavjud. Xabar tuzilishi. Demak, lead degani bu kirish qismi. Sarlavhadan keyin, albatta. Kirish qismi bu eng muhim fakt. Ya'ni body deydi inglizchada yoki uning tanasi asosiy qismi. Asosiy qismi. Tafsilotlar, manbalar, fikri. Bu demak body bu tanasi yoki asosiy qismi bo'ladi. Va uchinchisi background, fon, ya'ni kontekst, tarix, izoh, bizning tilda xulosa deyiladi. Demak, kirish qismi, asosiy qism va xulosa qismi. Masalan, Samarqandda kecha kechqurun kuchli shamol oqibatida 20 ta uy tomi zarar ko'rdi, deydi Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi matbuot xizmati. Bu savolda, demak, o'sha oldi boqiy savol to'liq yoritilgan. Kim? Birinchisi mana. Favqulodda vaziyatlar bo'limi. Nima? E'tibor bering. Shamol. Qachon? Kecha kechqurun. Qayerda? Samarqandda. Nima uchun? Tabiiy hodisa sababli. Qanday? Tomlar shikastlangan. Tushuntira oldingmi? Davom etamiz. Demak, sizga yangilik bilan xabarni farqi shundaki, yana aytaman. Xabar bu qachon sodir bo'lgan, oldindan bilamizmi, bilmaymizmi, ya'ni bizga ma'lummi, ma'lum emasmi, ahamiyati yo'q. Xabar bu yetkazilishi shart bo'lgan voqea hodisadir. Yangilik esa, yangilik o'z nomi bilan yangilik bo'lib, hali ma'lum bo'lmagan voqea hodisalarning ommaga yoritilishi bu yangilik deyiladi. Xabar esa yetkazilishi shart bo'lgan muhim faktdir. Davom etamiz. Jurnalistikada axloq va javobgarlik so'zning narxi. Jurnalistikada axloq va javobgarlik e'tibor qaratadigan bo'lsak, jurnalist so'z bilan ishlaydi. Bizning asosiy qurolimiz bu so'zdir. Ammo har bitta aytgan fikringiz, bergan faktingiz, nuqtai nazaringiz va bir so'z bilan aytganda istalgan bitta jumlangiz sizga javobgarlik hissini yuklaydi. Chunki siz bitta odamga emas, butun bo'shlik 38 million, 40 millionga yaqin odamga axborot yetkazasiz. Buni javobgarligi ham katta bo'ladi. Shuning uchun jurnalist har doim quyidagi tamoyillarga amal qilish kerak. Birinchi navbatda voqeani bo'rttirmagan holatda haqqoniylik tamoyiliga asoslangan bo'lishi kerak. Chunki bilamizki, bo'rttirib ko'rsatilgan voqea, hodisalar jamiyatda tez avj oladi, tez ommaga yoyiladi va nimaga olib keladi? Vasvasaga olib keladi. Masalan, bu hodisani biz o'z ko'zimiz bilan qachon ko'rdik? Mana COVID-19 pandemiyasi davrida juda ham aholi o'rtasida vasvasa kuchayib ketdi. Va bu juda ham salbiy oqibatlarga olib kelgani barchamizga ma'lum. Ko'pchiligimiz e'tibor qaratgan bo'lsak, mana o'zingiz ham kuzatdingiz, o'sha pandemiya davrida kasallik bilan kurashish jarayonida ularning kasalligi emas, aynan kasallikdan qo'rquv va vasvasa ularni umriga ziyon bo'lganini ko'pchiligingiz ko'rdingiz. Demak, ikkinchisi adolat mezoni. Barcha tomonlarning fikrini bilishimiz kerak. Bizga kimdir ariza bilan murojaat qiladi. Mana shunday voqea hodisa sodir bo'lyapti. Buni jinoiy javobgarlikka yoki ma'muriy javobgarlikka tortishga menga amaliy yordam ko'rsating yoki ana bu muammoni yechib bering deb bizga juda ham ko'plab murojaatlar bo'ladi. Shu jarayonda biz ikkala tomonni ham eshita olishimiz kerak. Ikkala tomonni ham nuqtai nazarini bilishimiz kerak. Shunga qarab, haqqoniylik asosida kontentni tayyorlashimiz kerak. Keyingisi zarar yetkazmaslik. Siz kim bo'lishidan qat'iy nazar, inson sha'ni, qadr-qimmati birinchi o'rinda ekanligini unutmasligimiz kerak. Hammangiz bilasiz, inson obro', e'tibor, qadr-qimmat tushunchasini butun umri davomida yig'ib boradi. Yillar davomida shakllantiradi. Va bittagina noxush voqea bilan o'ziga bog'liq bo'lmagan voqea, hodisa bilan ham mana shu obro', e'tibor, qadr-qimmat sha'nini yerga to'xtalishi mumkin ekanligini hammangiz hayotingizda, amaliy jihatdan, mana atrofingizda ko'rib turibsiz. Demak, albatta har bitta insonning sha'ni, uni maxfiylik huquqini
hurmat qilishga majbursiz. Anonimlik degan tushuncha bor. Anonimlik nima degani? Xavf ostidagi manbalarni himoya qilishingiz kerak. Shunday axborotlar, shunday ma'lumotlar beriladi, ya'ni sizga ma'lum bo'lib qoladi, lekin ularni jamoatchilikka yetkazadigan bo'lsangiz, unga xavf tug'diradi. Insonlar masalan shunday holatlar bo'ladi. Insonlar hayoti bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotlar bo'ladi. Yoki keyingi davlat sirlari bo'ladi. Ularni siz televideniyega oshkor etib qo'ysangiz, bu ular o'sha xavf ostiga qoldirish imkoniyati juda ham yuqori bo'lishi mumkin. Keyingisi axloq tushunchasi. Axloq jurnalistning qonuniy qalqonidir. Shantaj holatiga duch kelyapsizmi? Siz shantaj qilmang, birodar. Ya'ni o'sha yerda ham siz o'zingizni birinchi madaniy axloqingizni saqlang. Chunki shantajchi har doim, har qanday holatda ham shantaj qila oladi. Jurnalist uchun eng yomon holat bu axborotni qurolga aylantirishdir. Bu juda ham noto'g'ri narsa. Lekin jurnalistning eng kuchli quroli ham bu axborot. Buni ham inobatga olishimiz kerak. Ya'ni qurol sifatida undan foydalanmasligimiz kerak. Kimnidir, kimgadir zarar yetkazish maqsadida, kimgadir nima deydi, siyosiy bosim o'tkazish maqsadida biz axborotni shakllantirib, uni yetkazmasligimiz talab qilinadi. Keyingisi raqamli jurnalistika, yangi davr, yangi mas'uliyat. Bugungi jurnalist faqat shunchaki yozuvchi emas, u kontent yaratuvchi, uni tahrirlovchi, uni fotosini ishlaydi, video muallif, hammasi bitta jurnalistning o'zi qilyapti. Mana qo'lingizdagi bitta gadjet yoki o'sha uyali aloqa vositasi va bitta mikrofon bilan siz tasvirga tushiryapsiz, rasmga olyapsiz, axborotni yaratyapsiz, tahrir qilyapsiz va umuman olganda bitta insonni o'zi mana shularni shakllantiryapti, axborot tayyorlayapti. Raqamli jurnalistga quyidagi ko'nikmalarni talab qiladi sizlardan. Raqamli tahrir, ya'ni video material, audio material, infografik materiallarni ustida ishlay olish ko'nikmasi sizlarda talab etiladi. Keyingisi, qidiruv tizimlariga mos tarzda yoza olishingiz kerak. Bu nima degani SEO degani? SEO tushunchasi bu qidiruv tizimini bildiradi. Ya'ni, masalan, Google'da axborot qidiramiz hammamiz. Hamma Google'da kelinki o'sha internet brauzerlari orqali Google bo'ladimi, boshqa brauzerlar bo'ladimi, Yandex brauzerlari bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, axborotni qidiruv tizimlari bor. O'sha axborot qidiruv tizimlariga mos keladigan shaklda yangiliklarimizni tayyorlashimiz kerak. Shundagina bizni axborotimizning auditoriyasi kengayib boradi. Ijtimoiy tarmoq algoritmlarini tushunishingiz kerak. Har bitta kontent qanday qilib algoritmlarni qo'ysak, ommaga keng yoyiladi, ommaga keng namoyish bo'ladi degan tushunchalarni bilishingiz kerak bo'ladi. Va ma'lumot xavfsizligini ta'minlagan bo'lishingiz kerak. Bizlarda eng ko'p katta muammo axborotni tanlaymiz, joylaymiz va mualliflik huquqini shakllantirmaymiz. Mualliflik huquqini shakllantirsangizgina boshqalar sizni axborotingizdan foydalanishda ijtimoiy tarmoqni o'zi ularga taqiq yoki bir cheklovlar, agar qo'pol ravishda buziladigan bo'lsa, bloklar qo'yadi. Ijtimoiy tarmoqni algoritmi xuddi shunday ishlaydi. Bu uchun biz ijtimoiy tarmoq algoritmlarini juda yaxshi bilishimiz kerak. Ma'lumot xavfsizligini ta'minlay olishimiz kerak. Ammo texnologiyalar o'zgarayotgan bo'lsa ham, jurnalistning mohiyati o'zgarmaydi. U har doim istalgan vaziyatda bitta maqsad bilan haqiqat izlab yashaydi jurnalist. Davom etamiz. Siz axborotni egasi emas, siz uni xizmatkorisiz. Bu axborot menga tegishli degan tushunchani nima deydi? Bu tushuncha juda ham noto'g'ri tushuncha. Axborot sizga tegishli emas, siz uni xizmatkorisiz. Jurnalist haqiqatni xizmatkor. U axborotni emas. Fikr bildirmaysiz, shunchaki faktni yoritasiz, yetkazasiz. Fikr bildirish bu ommaning ishi, davlat idoralarining ishi. Mana shunday voqea bo'libdi.
Bizni nuqtai nazarcha ana bunday bo'lishi kerak degan tushuncha, ya'ni biz sudya ham emasmiz, prokuror ham emasmiz, advokat ham emasmiz. Fikr bildirish uchun. Ya'ni biror kishini sud qarorisiz jinoyatchi deya ham olmaymiz. Biror kishini sudning qarorisiz ushbu jinoyatni qilmagan ham degan fikrni bildirishga haqqimiz yo'q. Biz shunchaki faktni yorituvchi shaxsmiz. Jurnalist kasbining eng yuksak fazilati bu ishonchni yo'qotmasligi kerak. Auditoriyaning jurnalistga bo'lgan ishonchini yo'qotdingizmi, sizni hech kim kuzatmaydi ham, hech kim ko'rmaydi ham. Bugungi media olamida sizning nomingiz bu sizning brendingizdir. Bu nima deydi? Hozirgi kunda rad etib bo'lmaydigan haqiqat. Har bitta jurnalistning nomi uni o'zini shaxsiy brendidir. Demak, siz omma oldida namunali shaxs sifatida ko'rinyapsizmi? Hayotingizni ham xuddi shu holatda yashab o'tishga majbursiz. Chunki omma oldida boshqa, hayotda boshqa bo'lgan insonlar obro'-e'tibor qozona olmaydi hech qachon. Jurnalistika bu shunchaki kasb emas, bu vijdon bilan bog'liq bo'lgan kasbdir. Har bir yozilgan so'z albatta tarixda o'z izini qoldiradi. Har bitta tayyorlayotgan kontentingiz, eshittirishingiz, maqolangiz, pamflet, feletoningiz o'zini izini qoldiradi. Bitta odamda bo'lsin, mingta odamda bo'lsin, millionta odamda bo'lsin, baribir uni xotirasida qoladi, tarixda qoladi. Demak, axborot xavfsizligi va unga tahdid manbalari mavzusi. Davom etamiz. Demak, keyingi rejamizga o'tamiz. Axborot bilamizki, 21-asrning eng muhim resursidir. Bugungi globallashuv jarayonida axborot bu iqtisodiy, siyosiy, madaniy kuchning asosiy manbaiga aylandi. Istalgan sohada qandaydir axborotga ega bo'lgan odam eng kuchli odam hisoblanadi. Kim axborotni nazorat qilsa, u jamiyat fikrini, bozorni va siyosatni boshqaradi degan fikrlar. Shu sababli axborot xavfsizligi masalasi davlatlar, tashkilotlar va ommaviy axborot vositalari uchun strategik ahamiyat kasb etadigan asosiy masala bo'libdi. Axborot xavfsizligi o'zi nima? Bu axborotni ruxsatsiz kirish, o'zgartirish, yo'q qilish yoki tarqatishdan himoya qilish tizimidir. Demak, axborot xavfsizligi nima ekan? Axborotni ruxsatsiz unga kirish, uni o'zgartirish va yo'q qilishga va tarqatishga bo'lgan intilishdan himoya qilish tizimi bu axborot xavfsizligidir. Uni asosiy maqsadi nima? Uning asosiy maqsadi axborotning maxfiyligini, uning yaxlit holati, ya'ni buzilmagan, o'zgartirilmagan va mavjudligini ta'minlash va axborot xavfsizligining asosiy nimasi maqsadi hisoblanadi. Axborot xavfsizligi bu demak 3 ta qismga bo'linadi. Birinchisi shaxs, jamiyat va davlat axborot sohasidagi manfaatlarini himoya qilishdir. Demak, shaxs, jamiyat, davlatning axborot sohasidagi manfaatlarini himoya qilishdir. Quyidagi 3 asosiy prinsipga tayanadi. Bu xalqaro ISO standartlariga mos keladi. Birinchisi maxfiylik. Ma'lumotlarga faqat ruxsat etilgan shaxslarni kiritishingiz kerak. O'zingizni oddiygina mana bu uyali aloqa vositangiz bo'ladimi yoki noutbuk, kompyuteringiz bo'ladimi, axborot saqlaydigan boshqa qurilmalaringiz, flash kartalar, disklar, boshqasini ma'lumotlarga faqat ruxsat etilgan shaxslargina kirish kerak. Keyin yaxlitlilik. Ma'lumotni o'zgarishiga yo'l qo'ymasligingiz kerak, buzilmasligi kerak. Va albatta mavjudlik. Zarur paytda ma'lumotdan foydalanish imkoniyati doim, ya'ni zaxira axborot manbalaringiz bo'lishi shart. Albatta siz zaxirada axborotni saqlashga ma'lum bir tizimni shakllantirishingiz kerak. Misol uchun, agar tahririyat arxiviga kiberhujum bo'ladigan bo'lsa, umumiy materiallar o'chib tashlansa, bu yaxlitlik tomoni buzilish hisoblanadi. Shu uchun, demak, tahririyatda zaxira axborot manbalari ham mavjud bo'lishi kerak. Davom etamiz. Axborot xavfsizligining darajalari. Axborot xavfsizligi asosan 3 ta darajada ta'minlanadi. Demak, birinchi daraja tavsif va misollar.
Birinchi darajamiz bu shaxsiy axborot. Ya'ni har bitta insonni o'zini shaxsiy darajadagi axborot xavfsizligi. Bu nima? Shaxsiy darajadagi axborot xavfsizligi foydalanuvchi, jurnalist, tadqiqotchi axborotni himoyalash. Demak, foydalanuvchi, jurnalist va tadqiqotchi axborotni himoyalash. Ya'ni shaxs o'zini o'z axborotini himoya qilish. Masalan, misol, personal, ya'ni parollar, ha? Shaxsiy fayllar, telefon ma'lumotlari bular shaxsga doir bo'lgan ma'lumotlar hisoblanadi. Ikkinchisi tashkilot yoki korporativ axborot xavfsizligi. Tashkilotga oid bo'lgan, muassasaga oid bo'lgan, mana oddiy tilda aytganda, ishxonangizga, ha, yoki muassasangizga, ta'lim muassasasiga oid bo'lgan axborotlarni xavfsizligini ta'minlash. Muassasa, redaksiya yoki ommaviy axborot vositasining ma'lumot tizimini himoya qilish. Serverlar, elektron pochta, tahririy tarmoqlar, xatlar, bularni barchasi tashkilotga oid bo'lgan axborot xavfsizlik tizimlaridir. Endi uchinchisi bu davlat yoki milliy axborot xavfsizligi. Bu axborot infratuzilmasi va strategik ma'lumotlarni himoya qilishdir. Butun boshli jamiyatdagi axborot infratuzilmasini shakllantirish, davlat sirlarini saqlash, milliy kiberxavfsizlik tizimini shakllantirish bu demak 3 ta darajada bo'lar ekan. Birinchisi shaxsiy darajadagi axborot, ikkinchisi tashkilot darajasidagi axborot xavfsizligi va uchinchisi davlat yoki milliy axborot xavfsizligi. Demak, axborot xavfsizligi darajalari 3 turga bo'linar ekan. Axborot xavfsizligiga tahdid turlari. Tahdidlar ikkita katta toifaga bo'linadi. Demak, A toifada texnik tahdidlar, B toifasida ijtimoiy psixologik tahdidlar. Texnik tahdidlar ular elektron tizimlar, tarmoqlar, dasturlar orqali amalga oshiriladigan xavflar. Kiberhujum kompyuter tarmoqlar orqali tizimga noqonuniy kirish, viruslar, zarar dasturlar, ma'lumotlarni buzish yoki o'chirish. Phishing, soxta havolalar, foydalanuvchini aldab parollar qo'lga kiritish. DOS hujumlar, sayt yoki serverni ishdan chiqarish, ma'lumotlar o'g'riligi, ma'lumotlarni o'g'irlash. Maxfiy ma'lumotlarni demak, ruxsatsiz tarqalishi. Amaliy misolga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 2023-yilda dunyo bo'yicha har 11 soniyada bitta kompaniya kiberhujumga uchragan. Demak, har bitta 11 soniyada 2011-yilda bittadan kompaniya kiberhujumga uchragan. Demak, bu texnik tahdidlar. Ikkinchisi ijtimoiy psixologik tahdidlar. Bu turdagi tahdidlar inson omili, axborot oqimi orqali amalga oshadi. Dezinformatsiya. Dezinformatsiya nima degani? Ataylab noto'g'ri ko'rsatilgan axborot. Misinformatsiya bor, dezinformatsiya bor. Misinformatsiya nima deganda? Misinformatsiya bu tasodifan tarqalgan yolg'on axborot bo'lib qoladi. O'zingiz bilmagan holatda bir noto'g'ri axborotni tarqatib qo'yasiz. Bu uchun uzr so'raysiz, to'g'rilaysiz va davom etaverasiz faoliyatingizda. Lekin dezinformatsiya bo'lsa, maqsadli yo'naltiriladi. Aynan demak sizga maqsad qilib biror bir qora niyat qilib dezinformatsiya, noto'g'ri ma'lumot yetkaziladi. Bu dezinformatsiya deyiladi. Keyingisi esa manipulyatsiya. Manipulyatsiya nima? Jamoatchilik fikrini ongli ravishda boshqarish bu manipulyatsiya deyiladi. Ijtimoiy tarmoqlarda psixologik bosim, botlar, trollar orqali shaxsiy hujumlar. Buni hammangiz ko'rib turibsiz. Deyarli har oyda yoki har haftada qaysidir bitta tanishingizdan bu sening videong, bu sening rasming, sizga sud qarori kelibdi degan turli formatdagi fayllar keladi. Ularni ochsangiz, sizni lichkangiz, ya'ni shaxsiy o'sha blogingizni o'g'irlab olishadi. Yoki kompyuteringizga, telefoningizga viruslar tarqatishadi. Axborot qaramliligi, foydalanuvchilarning ma'lumotga tanqid yondashuvini yo'qotishi. Kim nima desa o'shanga ishonib ketish degani bu. Misol, saylovlar arafasida soxta xabarlar, manipulyativ postlar orqali elektorat qarorini o'zgartirish axborot tahdidining eng keng tarqalgan shaklidir. Vaqtimiz yo'q qoldi.
Xo'p, hurmatli talabalar, bugungi mavzu yuzasidan savollar bormi? Fikr mulohazalarini eshitaman. Marhamat. Kimda qanday tushunmagan savollar qolib ketdi? Marhamat, hurmatli talabalar. Fikrlaringizni eshitaman. Keyingi darslarga kirishingiz kerak. Iltimos qilaman, fikr mulohazalaringizni bildiringlar. Bu ham men uchun muhim. Sizlarning fikr Assalomu alaykum mulohazalaringizni, ustoz. aha, sizlarning fikr mulohazalarini eshitib, keyingi darslarga kamchiliklarimni borgan sari tuzatishga harakat qilaman. Marhamat, eshitaman fikringizni. Dars Savol bo'yicha bo'lsin. savolim yo'q edi. Mana bu platforma bo'yicha savol bermoqchi edim. Marhamat. Test joylagansiz-ku, shuni daftarga yechamizmi? Buni hali testlarga nima qilmay turing. Ee, Amaliy mashg'ulotlarimiz boshlangan paytda men u testlarni platformani o'zida yechadigan shaklga o'tkazishga harakat qilaman. Boshqa fanlar shunday qilyapmi adashmasam? Ha, Ya'ni, shunaqa ha, ekanda, shunga o'shanga hozir o'tkazish kirib ko'rdim jarayoni testlarga. hozir shuni ustida ishlayapman. Tez kunlarda barcha testlarimiz mana shu shaklga o'tadi. Tushuntira oldimmi? Aha, tushunarli. Yana kimda fikrlar, mulohazalar, savollar bo'lsa eshitaman. Ustoz, mana shu gapirgan, anaqa qilgan mavzularingizni konspekt qilib qo'yamizda. Bemalol, bemalol, albatta. O'zingiz uchun yakuniy nazorat jarayonlari bo'ladi yoki mana bu test ma'lumotlari bo'ladi, topshiriqlar bo'ladi. O'sha jarayonda foydalanasiz o'zingiz uchun. Ha, nimani tashlab berasizmi Albatta, slayd albatta. qilib? Ha, ha, ha. Slaydlarni tashlab qo'yamiz, albatta. Yana qanday Kechqurun fikrlar bor? yozib. Kimda qanday fikrlar bor? Mavzu yuzasidan savollar bormi yoki kimda qandaydir kamchiliklar bo'lsa, bemalol aytaveringlar. Chunki oramizda bilishim bo'yicha professional tarzda ishlayotgan jurnalistlar ham mavjud. Meni nutqimdami yoki bir dars o'tish ohangimdami kamchiliklar bo'lsa, eshitaman. Bemalol fikrlaringizni bildiringlar. Marhamat, Assalomu alaykum hurmatli. ustoz. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Hozir siz aytyapsizki, manipulyatsiya mumkin emas deyapsiz-a? O'sha Mhm. ommaviy axborot vositalarida. Lekin biz hozirgi kunda reklamada manipulyatsiyadan ko'p foydalanyapmiz. Reklama yozuvchilar o'zi biladi. Mhm. Hozirgi paytda manipulyatsiya asosida ko'p reklamalar manipulyatsiya asosida yozilyapti. Hozir Mhm. kelsam, zakaz bersangiz, o'sha narsa kelmayapti. Просто ishontirib, qanaqadir Mhm. noto'g'ri deyapsiz. Lekin mediada reklama ham ketadi-yu. Endi manipulyatsiya tushunchasi bu yerda axborot xavfsizligi tahdid degan tushuncha bilan reklama o'rtasida farq bor. Mhm. Ya'niki jamoatchilik fikrini ongli ravishda boshqarish bu manipulyatsiya. Qarang, davlat, shaxs va korxona faoliyatiga, uni xavfsizligiga tahdid qiladigan manipulyatsiya mumkin emas. Mhm. Tushundira oldimmi? Masalan, siz oddiy misol qilaylik. Ismingiz nima? Asar. Ha, Ilhomjonova, shunday-a? Ha. Ilhomjonova, masalan, kelingki, men siz bilan raqobatdoshman. To'g'rimi? Mhm. Shu jarayonda men sizni shaxsingizga yoki sizning faoliyatingizga, ishlash joyingizga oid bo'lgan axborotlarni manipulyatsiya qiladigan bo'lsam, bu sizni yillar davomida yiqqan, o'sha ommaviy axborot vositalarida ishlayotgan bo'lsangiz yoki qayerda bo'lsangiz ham obro' e'tiboringiz, sha'ningizga tahdid bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Ana bu narsani nazarda tutdim men. Bu reklama Mhm. manipulyatsiyasi, bu boshqa tushuncha. Bu yerda Mhm. mavzuga e'tibor qaratadigan bo'lsangiz, axborot xavfsizligi tahdid haqida ketyapti. Ya'niki bitta misol qilib aytaman, hozir mana mahallangizdagi bitta savdo majmuasi haqida fikr bildirdingiz siz. Odamlar o'sha sizni fikringizga qarab yo o'sha do'konga boradi yoki umuman bormay qo'yadi, to'g'rimi?